Uyghur xalqining dаңlıq yazğıçılardan biri bo'lgan Nurmuhammad To'xtining 2019 yılı 8 iyun Xitoy turmusida qazo qilganligi bildirildi. Egilishicha marhum vafotidan 70 kun burun so'raydigan bir ish bor deb saqchixonaga chaqirtilgan. 70 kundan keyin bo'lsa jasadi oilasiga topshirib berilgan. Bu vaqtda uning putqo'llaridagi kishilar texi elib etilmagan. Nurmuhammad To'xti o'zgacha uslubdagi asarlari bilan xalq ko'nglidan o'rin olgan bir yozuvchi edi. Alloh marhumning yotgan yerini jannat qilsin. Sharq Turkiston Informatsion markazining raisi Abdujil Qarqash bu haqda bayonot e'lon qilib mundaq dedi. Xitoyning atalmış tarbiyalash markazi faşizm lageridan boshqa bir narsa emas. Dаңlıq yazğıçının vafoti buni yana bir qitim isbotladi. 70 yoshlik bir kishi o'lgan vaqtida putidagi kishilarning ilinib etilmasligi nima degan qo'rqinchli bir ahvol. Xitoy hokimiyati razil siyosatining bedelini to'laydi va halok bo'ladi. Sharq Turkistonda turklarga qarata bostirishni davomlashtirayotgan Xitoy, Sharq Turkiston va Qozog'iston chegarasi orqali Xitoyga keladigan mahsulotlarga cheklama qo'ydi. Egilishicha, Xitoy Qozog'istonning Mogistow rayonida tarqalgan bo'yin og'rig'i kesilini bahona qilib, Qozog'istondan import qilingan qo'y, o'shka va sut mahsulotlarini cheklash haqida yeziqcha uqtirish chiqargan. Qozog'iston saqchi doiralari eng chong shahar Olmaotada o'tkazilgan hukumatga qarshi namoyishlarda 200 kishining qo'lga ilinganligini bildirdi. Prezident saylimi o'tkazilgan yakshanba kunidagi namoyishlarda 500 kishining qo'lga ilinganligi e'lon qilingan edi. Olmaotadagi namoyishlarning shoir va muzikant Renat Zayto saylamda saqtlik qilinganligini va yangi bir siyosiy harakat boshlaydiganligini aytgan. Yevropa Kengashiga qarashliq irqchilik va ayrimchilikqa qarshi turish komiteti a'zo davlatlarda islom dushmanligi va ko'chmanlarga qarshi kayfiyatning kengayayotganligi haqida ogohlantirdi. Mazkur komitet 2018 yildagi Yevropa davlatlaridagi irqchilik, ayrimchilik, ko'chmanlarga qarshi kayfiyat va islom dushmanligi temalarini o'z ichiga olgan dokladlarni e'lon qildi. Dokladda o'tgan yili Yevropada chet el dushmanligi va nafratni o'z ichiga olgan so'zlarning siyosatga ta'sir ko'rsatganligini bildirdi. Ukraina Tashqi ishlar ministrligi Qrimning o'xshash bo'lmagan joylarida Rossiya bexatarlik kuchlarining 8 tatarni qo'lga olganligiga norozilik bildirdi. Bu haqda e'lon qilingan yeziqcha bayonotda Rossiyaning ishg'ol ostidagi Qrimning Semperopol, Belogorsk va Olushti rayonlarida tatarlarni qo'lga elishi va o'ylarga xohlagancha besib kirishini kuchlik ayblaymiz deyildi. Xitoy chegarasiga yaqin bir joyda radardan g'oyib bo'lgan Hindiston armiyasiga tava Antonov AN-32 tipli transport aeroplanining qoldiqlari tepildi. Shuning bilan birga Hindiston havo armiyasi Twitter hisobida aeroplandagi xodimlar va yo'lovchilarning ahvolini tekshirayotganligini e'lon qildi. Aeroplanning nima sababdan tushib ketganligi e'lon qilinmadi.